Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana 200 kvadratli kat yo'limiz bitdi. Yangi ko'ryap turgan odamlar uchun bir aytib o'tamiz. Xo'sh. Bu 9 ta kitobli. Mana bu yerda o't yonadi. Bu yerdan chiqib 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Mana shu yerdan oxiri alanga issiqlik bu yerdan chiqib kelib, bu yerdan orqaga o'tib ketadi. Mana mo'riga chiqib ketadi. Xo'sh. O'txonamizda kattaligi. Mana ko'p metr ko'rinib turgan bo'lsa, mana 60 sm mana. Bunaqasiga 36 sm. Chuqurligi hozir bu 38 ko'rsatyapti-yu, endi 38-39 ko'rsatyapti. 35 hisoblasak ham o'shanda 65 litr sig'imga ega o'txona bo'lyapti. Keyin yana bitta narsa, mana ko'mirni kuli mana yerdan tushib ketadi, o'tinni kuli. Mana yerda turbalari bor. Bu turbalarda ham suv yuradi har bittasida. 1 2 3 4 10 ta turbada suv yuradi. Xo'p, bu yerda chekkasida mana tortqilar berilgan. Hamma joyda mana joyda 4 ta bunaqasini bo'shatib, ochib bemalol 12 talik garilka sig'adi. Gazda 12 ta garilka sig'adi. Mana tortqilari. Bu yerda podajchisi, termometr uchun joy, termostat joy uchun joy. Bu izopnoga, bunisi gazda anaqasi bormi, miyasi. Shuna qo'ysam mabodo mana yerga qo'ygan joy bor. Hop. Qolgan joyda odatiy obratga bu tarafda ham bor, bu tarafda ham bor. Kimga kerak bo'lsa, shu tarafga o'rnatib mana qilib qo'yadi. Bir tarafni zagrushka bilan bekitib tashaveradi. Bu taraflar eshigi oddiy bekiladi. Mana. Buni eshigini ikkinchi qavati ham bor mana. Ikkinchi qavati mana orqasiga temir sorka qilingan. Bu issiqlik katta bo'lib ketganda egilib ketmasligi uchun. Atayni joyda tepa ozgina joy tashlangan. Bu ichkarida o't qancha qolmagan bemalol egasi buni olmasdan ko'rinaveradi. Bu tarafdan ham joy tashlangan mana yarim santidan oshiqroq. Bu issiqda kengayganda qisilib qolmasligi uchun. Xo'p, buni oddiy ana shuni bekiladi. Buni ham bekilishdan oldin mana bu narsasi bor mana. Buni ham mana orqasi yonida ozgina zazor tashlangan ushlagichlari bor. Bu ham atayna qo'yilgan, sababi issiqlik mana shu yerda ko'proq bo'ladi, egilib qishib ketmasligi uchun. Keyin bu narsa faqat issiqlik ushlab qolmaydi. Bu narsa mana pastdan o't chiqib keladi managa, faqat o'tib ketadi. Mana bitta kitob bor pastda mana. Pastda ham mana bu. Ishdan alanga kiradi, bu yerdan chiqadi. Bu yerdan kirib, bu yerdan mana bundan chiqadi. Agar bu narsa bo'lmasa, mana narsa bo'lsa, alanga mana joy bor mana shu yerda 2 santcha. Shu 2 sant joydan o'tib, to'g'ri mo'riga qarab ketish mumkin. O'sha hisobiga bu narsa qo'yilgan. Bu ikkita narsa vazifasini bajaradi. Ham issiqlik tashqariga uncha kam chiqaradi, izolyatsiya vazifasini bajaradi, ham alangani to'g'ri yo'naltirib beradi. Kat yo'l ham oddiy eshikka o'xshatib qilingan. Mashina bilan bemalol ikkita qo'llab bekitasiz. Mana shu holatda kat yo'l turadi. 200 kvadratlik narxi
Hop, 8,5 million, 8,5 million ichida mana bitta ventilyatori bor. Ventilyator uchun joy, termometr, termostat vizirtnoyi bor. Keyin ventilyatorda regulatori bor. Ventilyatorda оборотni past-baland qiladigan narsasi ham bor komplektida. Kimga kerak bo'lsa 97 lik 571 06 12 raqamga telefon qilinglar. Xudo xolasa katyor tayyor. Effektini bu mana shu kanalni ichiga kirsalaring, xuddi shunaqa katyor bor mana bu yerda. Faqat kraska qilinmagan bu. Mana kraska qilinmagan. Shuni rosa alanga zo'r yonyapti turgan paytida qo'yganman. O'shani effektini ko'rib olsalaring bo'ladi. Effekt haqida bir video tayyorlaganman. Mana bu yana bitta narsasi bor, orqasini tozalaydigan joyi bor. Men hozir ochib tozalashim shart emas, chunki ichkaridan tozalaydigan kurashchasi bemalol buragacha keladi. Bu yerda ochishim shart emas. Xo'p. Mana bu pechkani oddiy kannaga tushadi bunga. Agar azbis 125 lik azbis qo'ymoqchi bo'lsalaring, mana bu moslangan stiklobatani ozgina tashlanadi, azbis kiygiziladi, bo'ldi. Shu bilan turaveradi. Ham unga ham, bunga ham moslangan bu. Xudo xolasa katyorimiz shu. Mana bu yerda ba'zi bir joylar bo'ladi, gaz vaqtida kelib kelmaydigan yo ba'zida pasib ketadigan joylar bo'ladi. Shunaqa joylarga qo'yilsa bu katyor. Mana bu yerda tayyor garilkasi bor. O'sha yerda sotadi, tayyor hamma narsasi. Shuni olib mana shu to'rtta bo'lib bo'shatib, yana to'rtta bo'lib shunga qotirib qo'yadi. Shunga moslangan. Agar gaz o'chgan paytda uni olib tashlab turib, garilkani olib tashlab, mana yerda bemalol o'tini tashlab, ko'mirni unini, yerigimi, har qanday o'tinmi uyda mayda-chuyda narsalar yonaveradi. Buni ham o'zining narsasi bor. Komplektida sim cho'tka, o'zini tortadigan kurashchaga o'xshagan narsasi bor. Xudo xolasa katyor shu. Meni kanalimda kuzatib borganlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa yana boshqa narsalarga istasak qo'yib boramiz. Xulla